Ko'ring ey do'stlar, kiyiklar hammasi Haq Rasulullohning oldiylariga keldi. Birodarlar, ana shu paytida kiyik to uyiga borib qaytib kelguncha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oyoq qo'llarini bog'lab turgan ekan. Kiyik nima? Haligi ovchi. Bu kofir bo'lgan ekan. Haligilar kiyiklar qaytib keldilar. Kiyiklar hammasi Haq Rasulullohning oldilariga keldi. Sallallohu alayhi vasallam kelib Hazratimning oyoqlariga yiqildi. Yana aytdi: "Ayo daryoy rahmat, meni go'daklarimga aylan shafqat. Shu umrimiz bo'lmasin hozircha barbod. Bizni sayyod qo'lidan aylan ozod." Ko'ring ey do'stlar, taqdiri Alloh bu ishlardan bo'ldi sayyod ogoh. Ko'ring ey do'stlar, taqdiri Alloh bu ishlardan bo'ldi sayyod ogoh. Urib peshonasiga ayladi dod, musulmon bo'laman deb qildi faryod. Dedi Hazrat: "Afu aylan gunohim, bo'ling endi meni pushti panohim. Yaratgandan tilansiz menga iymon, kalima keltiray aylan musulmon." Kalima keltirib kofir o'shaldan ato qildi Xudoyim unga iymon. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammad xislatlaridan ko'p bo'lib shod. Kiyiklarga dedi: "Siz endi ozod. Naziri san o'limdan boxabar bo'l. Tiriklikda hamisha bezarar bo'l. Qiyomatdan ki qo'rqar bo'lsa hayvon, nechuk biz qo'rqmaymiz gar bo'lsa inson. Eshitgan bandalar hech xor bo'lmasinlar. Ularga yo Robbim Alloh ikki dunyo ozor bermagin. Iloho mahmud qilgin. Ketarda barchamizni xushnud qilgin. Zamirimdan guduratni judo qilgin. Suyar yaxshi Habibingga hammamizni oshno qilgin. Balolardan asra yo Robbim yurti xalqimizni. O'zing panohingda asragin yo Robbim hammamizni.